Rahmat. Obidan savga qarshi bo'lmaydimi? Rahmat. Endi bitta narsada o'tirsam ham turgandek bo'laman, to'g'rimi? Mana shu gapiraversam bo'ladimi? Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Endi meni kuzatayotganlar ko'p edi. Endi bitta narsa. Endi qiziqchi kelgandan keyin bir qiziq latifalar aytib bermasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha, albatta. Ana bir shogirdim bor, o'zimga o'xshagan kichkina. Valijon Shamshiyev. O, Endi dublyajni ovoz beryapmiz. Birsaga endi Valijon Shamshiyev ovoz beryapmiz shunda. Dublyaj rejissor qaradi. Metr. Mirzabek olmadim metr dedi. Endi Valijon Shamshiyev birinchi marta eshitdi, endi metr degan so'z. Men oldimga ketdi. Obidaga dedi. Shu metr degani nima degani dedi. Shu Mirzagaga qarab metr deyishdi. Endi uka dedim, kasbi, ya'ni nima deydi? Kasbi. Nima deydi? nima derdi? Ha, o'sha xullas endi, mayli, o'sha kasb egasini eng zo'rini metr deydi desa. Obidaga siz ham metrmisiz dedi. Yo'q dedim, men pol metrman, uka pol metr. Pol metr. Ancha desa, uka hali santimetrsan. Umr uzoq bo'lsa hozir lekin metr. Albatta, albatta.